Adinixbet ilovasidan mablag'larni tez va muammosiz yechib olish uchun bir nechta muhim qoidalarga amal qilish kerak. Pul chiqishi kechikishining oldini olish uchun quyidagi tavsiyalardan foydalaning. Shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish va verifikatsiya eng asosiy qoida. Profilingiz to'liq to'ldirilgan bo'lishi kerak. Profil, ism-sharif, pasport ma'lumotlari va telefon raqamingizni tasdiqlang. Identifikatsiya, agar ma'muriyat so'rasa, pasport rasmini yuboring. Bu kelajakda katta summalarni yechishda to'siqlarni olib tashlaydi. Qaysi usulda to'ldirsang, shunday yech qoidasi bu bukmekerlik kontoralarining oltin qoidasi. Agar hisobingizni Uzcard orqali to'ldirgan bo'lsangiz, pulni ham aynan o'sha Uzcard kartasiga yechishingiz kerak. Boshqa birovning kartasidan foydalanmang, bu hisobingiz bloklanishiga olib kelishi mumkin. 3. Bonuslarni yopish. Agar sizda faol bonus bo'lsa, masalan, birinchi depozit bonusi, uni oxirigacha ishlatmaguningizcha yoki undan voz kechmaguningizcha pul yechish funksiyasi cheklangan bo'lishi mumkin. Pul yechishdan oldin barcha bonus shartlari bajarilganiga ishonch hosil qiling. 4. Eng tezkor usullarni tanlash. O'zbekistonda pul yechishning eng tez yo'llari: elektron hamyonlar, Humo, Uzcard odatda 15 daqiqadan bir necha soatgacha vaqt oladi. Paymetlik, bu tizimlar orqali ham jarayon nisbatan tez kechadi. Kriptovalyutalar eng anonim va juda tez usul, lekin kurs o'zgarishiga e'tibor berish kerak. Agar pul chiqishi kechikayotgan bo'lsa, statusni tekshiring, so'rovlar tarixi bo'limiga kiring. Agar status tasdiqlangan bo'lsa-yu pul kelmasa, demak gap bankda. Texnik yordam, ilova ichidagi chat orqali operatorga yozing. Ular aynan nima sababdan kechikayotganini, masalan, bankdagi texnik ishlar, aytishadi. Barchasini agar to'liq bajarsangiz, muammosiz pulni chiqarib olishingiz mumkin. Savollaringizni izohlarda yozib keting.